Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Diqqat qiling, hurmatli pensionerlar, yangi yil oldidan sizlar uchun muhim yangilik. 2026-yil kirib kelishi bilan pensionerlar uchun yangi yil tuhfasi taqdim etilishi rejalashtirilmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra pensiya miqdorlari oshiriladi va yanvar oyidan boshlab yangi summada to'lanishi kutilmoqda. Bu qaror uzoq yillik mehnat qilgan pensionerlar, doimiy daromadi pensiya bo'lgan fuqarolar va o'z pensiyasidagi har qanday o'zgarishni kutayotganlar uchun juda muhim. Qanchaga oshiriladi? Qachondan boshlab amal qiladi? Hamma pensionerlarga bir xil bo'ladimi? Bularga videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz va aynan oxirida aytiladi. Agar bu yangilik siz uchun muhim bo'lsa, like bosing, boshqa pensionerlar ham ko'rsin. Obuna bo'ling pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng so'nggi rasmiy xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Diqqat qiling, yanvar oyi pensiyalari qachon to'lanadi va qanchadan to'lanadi? Hurmatli pensionerlar, bugungi kunda pensiya mablag'lari har oyning 5-sanasiga qadar pensionerlarning bank plastik kartalariga yuklab berilayotgan bo'lsa, naqd shaklda pensiya oluvchilarga har oyning 4-27-sanasigacha pensiyalari yetkazib berilmoqda. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabr, 4-yanvar kunlari yangi yil bayrami munosabati bilan yurtimizda barcha fuqarolar uchun dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Tabiiyki, hozirda pensionerlarda yanvar oyi pensiyasi qachon beriladi kabi savollar tug'ilmoqda. Mazkur masala yuzasidan pensiya jamg'armasi quyidagilarni ma'lum qildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladigan mablag'lar har yil uchun tasdiqlanadigan O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan ko'zda tutiladi. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlanganligini inobatga olib, yanvar oyi plastik kartalari orqali oluvchi fuqarolarning pensiya to'lovlari 5-yanvardan boshlab yuklanishini ma'lum qilamiz. Shu munosabat bilan 2026-yilning 5-yanvar kunidan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya to'lovlari uchun mablag'lar pensiya yetkazib beruvchi tashkilotlarga moliyalashtirib berilishi boshlanadi. Bunda yanvar oyi pensiya to'lovlari 2026-yilning 5-yanvar kuni bank plastik kartalariga yuklab berilishi hamda 27-yanvar sanasiga qadar naqd shaklda pensiya oluvchilarga Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan kunlik grafik asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manziliga yetkazib beriladi. Fuqarolar pensiyalari bo'yicha savollar yuzaga kelgan taqdirda pensiya jamg'armasining 1271 ishonch telefoniga murojaat qilishlari mumkin, deyiladi xabarda.